Assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Prezidentimiz topshirig'iga asosan tadbirkorlar bilan biz har hafta uchrashuv o'tkazib turamiz. Shunda kimda qanaqa murojaat bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Kredit olishda muammoni, bank tizimiga qanday muammolar bo'lsa, biz uni yechib beramiz. Bizda hozirgi kunda asosan kreditlar bo'yicha muammolar kelib tushyapti. Har bitta kreditlarni o'z vaqtida chiqarib beryapmiz. Bizda hozir mahallalarda ajratilayotgan produktlarimiz bor. Hozir oldin shu produktlar bilan sizlarni tanishtiraman. 312-qaror asosida tadbirkor bo'lmoqchi bo'lgan shaxslarga kredit ajratiladi. Oldin oilaviy tadbirkorlik dasturi asosida kredit olib, o'z vaqtida yopgan fuqarolarga 7 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan undan so'ng o'sha 5 yil davomida kredit ta'minini qaytargan holatda ayollarga 19% dan, erkaklarga 21% dan ajratiladi. Sababi bizning rivoj hududimiz 3-toifali hudud hisoblanadi. Bundan tashqari yana mahalla loyihasi doirasida kredit ajratyapmiz. Ayollarga 23% dan, erkaklarga 25% dan. İmtiyozli davri 2 yil, umumiy davri 5 yil. Undan tashqari yana bizda biznesga kirmay, biznesga birinchi qadam degan produktlarimiz bor. Bulardan shunday foizi ayollar uchun 23%, o'g'illar uchun 25% dan kredit ajratib beramiz. Agar kimdadir shu produktlarimizga qiziqish bo'lsa, kredit olib tadbirkorlik qilmoqchiman deganlarga kredit ajratib beramiz. Kimda qanaqa murojaat bor? Men Abdurahmonova Guljarila, chorvachilik yo'nalishi bo'yicha kredit olmoqchiman, 17 million so'mlik. Shunga yordam berishingiz kerak. Bizda shu hozir aytib o'tgandek, biznesga ko'mak kredit mahsulotimiz bor. 17 million so'mga siz olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'z bank qilishingiz kerak. Bizga shu hujjatlarni sug'urta kafilligi asosida 4 yil muddatga 23% dan 6 oy imtiyozli davr bilan kredit ajratib beramiz. Shu sizga ma'qulmi? 3 kun ichida chiqarib beramiz kreditni. Yana kimda? Men murojaat qilmoqchiman. Agrobankdan mahkam bor deylar. Menga 48 million miqdorida kredit ajratib berishingizni so'rayman. Biz hozir aytgandek, mahalla loyihasi doirasida 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan kredit ajratib beramiz. 23% dan o'zingiz bank qilishingiz kerak. O'zingiz bank qilgan hujjatlaringizni bizga taqdim etasiz. Ham uchinchi shaxs kafilligi bironta tashkilotda ishlaydigan oliy haqqi bor, ish haqqi bor odamni kafil qilib bersangiz, muammosiz ajratib beramiz. Yana kim? Men Hamroqulova Gulsaraman. Menga ham o'sha tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha 50 million so'm kredit kerak. Shundan foydalanmoqchiman. Amaliy yordam berishingizni so'rayman. Oldin tikuvchilik bilan shug'ullangansiz, to'g'rimi? Shug'ullanganman. Bo'ldi. Sizlarga tajriba bor ekan, hech qanaqa muammo yo'q. Bu topamizga aytganimizdek, sizga ham 23% dan o'zingiz bank qilasiz, 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan ajratib beramiz. Ikki to'g'ri aytganda shu bitta kafilotga berasiz. Shu kafillik asosida 50 million so'm ajratib beramiz. 3 kun ichida chiqarib olasiz. Rahmat.